Assalomu alaykum qadrli ishtirokchilar. Bugun ikkinchi darsimiz, ya'ni fundamental strategiya, bu insayderlar savdosi haqida to'xtalib o'taman. Xo'p, insayderlar o'zi bu kimlar? Insayderlar bular hozirgi paytda kompaniyaga tegishli bo'lgan kompaniyaning yirik rahbarlari va yoki kompaniyaning yillar davomidagi eng katta pul kiritgan investorlar hisoblanadi. Amerika fond bozorida insayderlarning barchasi xuddi biz va siz kabi savdolarni amalga oshiradi. Va ushbu savdolarni SECning regulyator tizimiga ko'ra hammasi o'zini savdolarini oshkor qilishi shart hisoblanadi. Bizga eng keraklisi bu insayderlarning xaridini ko'rib borishimiz kerak. Ya'ni insayderlar sotganini emas, balkim qaysi insayder qancha mablag'ga sotib olganligini kuzatib turib, ushbu kompaniya aksiyalarini biz kandidat sifatida o'zimizga qabul qilib olishimiz mumkin. Xo'p, insayderlarda o'sha yaxshi sotib olingan сделкалар orqali o'zimizga bir portfelimizga bir aksiyani insayder sotib oldimi, ya'ni rahbari yo kompaniyaning ichki a'zosi sotib oldimi, xodim sotib oldimi, bilishimiz mumkinki, kompaniyada qandaydir o'zgarishlar yuz berishi ehtimolligi mavjud yokida yuqori yurishi mumkin, chunki insayderlar hech qachon o'z aksiyalarini aksiya narxi tushishini prognoz berayotgan bo'lsa sotib olmaydi, to'g'rimi? Mantiqan o'ylaydigan bo'lsangiz. Qaysi saytda aniqlasak bo'ladi? Insayderlarning savdosini biz insidertrades.com trades buying degan mana shu link orqali aniqlab olishimiz mumkin. Insayderlar savdosini amalga oshirganingizda quyidagi qoidalarga amal qilishingiz kerak bo'ladi. Ya'ni har bir xarid qilayotgan insayderlar savdosini portfelga olib otganda uning savdo hajmi, kunlik savdo hajmi 100 mingdan ko'pligiga e'tibor bering. Ya'ni insayder xarid qildi, bo'ldi, u aksiya yurib ketadi emas, balkim ushbu aksiyada, insayder xarid qilgan aksiyada kunlik savdo obyomi 100 mingdan yuqori bo'lishi kerak. Bundan tashqari esa arzon aksiyalarga e'tibor beradi. Ya'ni narxi arzonroq narxda turgan va support zonalarda, ya'ni qo'llab-quvvatlash zonasidan endi harakatni boshlagan insayderlar o'sha tochkalarda savdolarni amalga oshirilgan xaridlarga e'tibor qaratishingiz kerak. Shu bilan birgalikda texnik tahlil qilish orqali ushbu aksiya haqiqatdan ham insayder kirgan nuqta aksiyani kelgusida o'sishiga asos bo'la olishligini aniqlab olishingiz kerak. Keyin birinchi o'rinda ushbu saytni ko'rib chiqamiz va u yerdan biz yaxshiroq bir kandidat topishga harakat qilamiz. Buning uchun biz ushbu saytni ko'chirib olamiz va saytga joylaymiz. Saytga joylaganimizda ko'ryapsizlar, mana insider trades, insider buying disclosed on 7th of July 2024, ya'ni 12 iyuldan boshlab turib savdolardan amalga oshirilgan aksiyalarni ko'rishimiz mumkin. Mana $191 ming olgan ekan. JHG degan aksiyani kelib grafikadan ko'ramiz. JHG degan aksiyani, ya'ni JHG degan aksiyani e'tibor qaratadigan bo'lsak, haqiqatan buy trendga o'tgan. Kunlik savdo hajmiga e'tiborni qaratamiz. Kunlik savdo xaridi 700 ming. E'tiborga molik bo'lgan xaridni amalga oshirgan, ya'ni yaqindagina xaridni amalga oshirgan. Ko'rasizlar, 10-iyul sanasida xaridni amalga oshirgan. Shundan tashqari yana 8-iyulda, 5-iyulda, 3-iyulda ushbu kompaniyaning mana bu inson, ya'ni asosiy investorlardan biri Henderson Group PLC Janus degan kompaniya JHG kompaniyasini xarid qilgan ekan. Shuncha qiymatda 194 ming, 164 mingda. Va agar grafikga qaraydigan bo'lsak, haftalikda ham, boshqa grafiklarda ham hozirgi paytda eng kamida o'zining o'sha mana trend linelar bo'yicha tahlil qiladigan bo'lsak, bu klassik trading hisoblanadi. Trend line mana shu tochkagacha yurib berishlik ehtimolligi bor. Texnik tomonlama kompaniya kelgusi 3 oylik muddat ichida 52% atrofida yurish ehtimolligi bor. Mana tekshirib olsanglar bo'ladi. Stop narximiz esa albatta mana bu nuqtalarda bo'ladi. Ya'ni kompaniyaning insayderlar xarid qilgandan so'ng mana bu yerga stopni qo'yamiz va take profit esa mana bu tochkalarga qo'yamiz, qadrli ishtirokchilar. Mana bu yerdan bizda katta ehtimollik bilan kompaniya 46% atrofida natija berishi kerak. Bu albatta moliya maslahati emas, ta'lim maqsadlarida taklif etilyapti. Bu ushbu aksiyalarni biz xarid qilamiz. Keyingi aksiyani ko'ramiz, Abio kompaniyasi. Abio kompaniyasiga e'tibor beradigan bo'lsak, birinchi men e'tiborimni tortgan narsa, bu kompaniya juda ham arzonlashib ketgan. Bunday kompaniyalar bilan xaridni amalga oshirishga o'zimni cheklayman. Bundan birinchi sabab o'zining arzon narxidan, ya'ni oxirgi narxidan kompaniya hozirgi paytda 108% yurgan, ya'ni arzon narxidan juda ham qimmatlashib ketgan va kunlik savdo hajmi 17 mingga teng. Mana ko'rasizlar, 17 ming 296 ming bo'lgan ekan, lekin o'rtacha shu 100 mingdan kamroq, ya'ni 300 mingdan ko'proq deb aytib o'tganmiz prezentatsiyada. Bu juda ham kam tashkil qiladi. Bunday kompaniyalardan yiroq yuringlar xaridni amalga oshirish uchun. Keyingisi esa APPN degan kompaniya. APPN degan kompaniyani tikerni ko'ramiz. Ko'rib turganingizdek, kunlik savdo hajmi 575 ming, zo'r, 300 mingdan ko'p.
ko'rgan bo'lsanglar, hozirgi paytda kompaniya o'zining eng support narxini harakatda boshlayapti. Ya'ni support narxi qayerda edi? Mana bu zonada edi. Bir marta fake out, ya'ni soxta buzib o'tilish qilib turib yurishni boshlagan va kompaniyaning haftalik grafik qaraydigan bo'lsak, judayam go'zal narxdan yuqoriga yurishni boshlagan. APPN kompaniyasini o'zim uchun ham yozib qo'yishga harakat qilaman hozirgi paytda portfelimga xarid qilish maqsadida. Albatta moliya maslahat emas, lekin insayderlar xaridni boshlaganmi, juda ham zo'r tochkalardan xarid qilgan. 20-yildan shu joydan boshlab turib 260 dollargacha harakat qilgan ekan va hozir ham katta ehtimoli bilan ushbu kompaniya 98% atrofida daromad berish kerak. Kelgusi 2 oylik muddat ichida, mana taxmillarim bo'yicha 95% atrofida yurish kerak. Bunga asosiy sabab hali insayderlar savdosida tushuntirib o'tib ketdim sizlarga. Eng kamida insayderlar savdosida 300 dan ko'p bo'lishi kerak savdo hajmi va arzon narxlardan, ya'ni arzon narx deganim kompaniyaning narxi arzon emas, balki harakatni boshlagan nuqtasidan boshlab turib arzondan qimmatga qarab yurayotgan bo'lishi kerak. Ko'rib turganingizdek, shu nuqtadan boshlab turib APN kompaniyasi 99% atrofida yurib berishligi mumkin. Stop narximiz esa mana bu tochkalar, ya'ni 28 dollar atrofida 11% atrofida stopimiz bo'ladi. 1:10 nisbatda risk bilan daromad nisbati 1:10 nisbatda xaridni amalga oshirishimiz mumkin qadr ishtirokchi. Bu ham bitta zo'r strategiyalarning biri. O'zim uzoq muddatli xarid qilayotganimda aynan shu strategiyadan foydalanaman. O'zingizlar ehtiyot qilinglar.